لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda shaytonga tosh otish va tavofi ifoza hamda ba'zi bir masalalar haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Qurbon hayitini birinchi kuni Muzdalifadan ertalab Mino vodiysiga qaytamiz. Muzdalifada vuquf qilib bo'lganimizdan keyin demak Minoga qaytamiz. Minoga kelganimizdan keyin joylashib bir nafaslarimizni rostlaganimizdan keyin birinchi qiladigan ishimiz shu shaytonga borib 7 ta tosh otib kelishdir. Ya'ni shu Jamaratul Aqaba deb qo'yadi, eng katta shaytonga borib 7 ta toshni otib kelish. O'zi shu tosh otishga boradigan joy bir katta yo'l bo'ladi-da, hamma piyoda boradigan yo'l. Borgandan keyin o'ng qo'lga burilish bo'ladi. Shu burilganda birinchi tosh otadigan joy keladi, unga otmaymiz. Ikkinchi tosh otadigan joy keladi, unga otmaymizda, uchinchi tosh otadigan joyga otiladi. Shu hayit kuni, demak Qurbon hayitini birinchi kuni 7 ta tosh otar ekanmizmi? Shu uchinchi tosh otadigan joyga borib 7 ta toshni otamiz. Shu 7 ta tosh otishni vaqti qachondan boshlanadi o'zi deyilsa, uni eng yaxshi vaqti peshin namozini vaqtigacha bo'lgan muddat. Peshin namozini vaqtigacha otilsa eng afzal vaqti. Yo'q, agar u paytgacha fursat bo'lmaydigan bo'lsa, shomgacha ham bemalol otish mumkin. Endi shomdan keyinga uzursiz kechiktirish o'z-o'zidan makruhlikka olib keladi. Endi tiqilinch bo'lib ketib qoldi yoki boshqa bir biroz bemorlik bor yoki qattiq charchoq bor, shular sababli shomdan keyinga qoladigan bo'lsa ham u makruhlik ko'tariladi deydi. Chunki sabab bilan kechiktirilayotgan bo'ladi-da. Demak, shomdan keyin otsa ham bo'ladi. Oxirgi muddati shu kechasi bilan ham otish va bomdod vaqtigacha, keyingi kunni bomdod vaqtini boshlangungacha demak shu toshni vaqti hisoblanadi. Mana shu muddatning ichida shu toshni otar ekanmiz, demak zimmamizdagi bitta vojibni ado qilgan bo'lamiz. Bu shaytonga 7 ta toshni otib kelganimizdan keyin endi Minoda turamiz. Endi qurbonliklar, jonliqlarimiz so'yilishini kutamiz endi. Qachon jonliqlar so'yildi desa, demak endi biz sochimizni olib ehromdan chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi sochni qanday olish va uni qonun qoidalari haqida biz mana shunday silsilaviy darslarimizni 11-chi suhbatimizda batafsil to'xtalib o'tganmiz. Shuni bir qaytarib eshitib olinadigan bo'lsa, inshaalloh foydadan xoli emas. Demak, sochlarimizni olganimizdan keyin bizga hamma narsa halol bo'ladi. Ya'ni bemalol tikilgan kiyimlarni kiyishimiz mumkin, boshqa xushbo'yliklardan foydalanishimiz mumkin. Hamma narsa halol bo'ladi, faqatgina bizga shu er-xotinlik ishlari mumkin bo'lmay turadi. Va er-xotinlik ishlarigacha bo'lgan, misol uchun unga olib boradigan ishlar, misol uchun shahvat bilan ayolni qo'lini ushlash yoki boshqa narsalar, bular ham mumkin bo'lmay turadi. Qachongacha bu mumkin bo'lmaydi deyilsa, tavofi ifozani bajargunimizgacha. Tavofi ifozani bajarib, sa'ylarni qilib hammasi tugagandan keyin demak o'z-o'zidan bu narsaga ham ruxsat bo'ladi. Yuqorida demak tosh otishni aytdik. Mana shu 7 ta tosh otish, undan keyin jonliqni so'yilishi va sochni olishlar, mana shu 3 tasini o'rtasida tartibga rioya qilishlik vojib hisoblanadi. Tartibga rioya, tartib bilan shu birinchi tosh otilinadi, undan keyin jonliq so'yilishini kutamiz, uchinchisi soch olish bo'ladi. Mana shu tartibni buzmasligimiz kerak. Agar tartibni buzadigan bo'lsak, unda qo'y so'yish lozim bo'lib qoladi. Endi mana shu qo'y so'yilgungacha ba'zan qo'ylar, misol uchun hayit kunidan kechroq, asrda yoki shomida, qaysidir vaqtda so'yilishi mumkin, chunki bu 15 ming odam yoki undan ko'proq odamlarni qo'yini so'yish ham oson emas endi. Demak, shunday bo'lgandan keyin kimlardir shu 7 ta shaytonga tosh otib kelgandan keyin qo'y so'yilgungacha men tavofi ifoza qilib kelaman deyishi mumkin. Agar unday qiladigan bo'lsa ham bo'ladi, lekin shu aslida eng afzal o'rni sochlarni olib, ehromdan chiqib keyin tavofi ifozaga borgani ma'qul. Ana shunda sunnatga ham rioya qilgan bo'ladi. Hali yuqorida sanagan 3 ta tartibga rioya qilib, undan keyingi navbatdagi ish o'zi tavofi ifoza bo'lgani eng ma'qul, eng maqtalgan amal shu hisoblanadi. Endi mabodo u sochni olmasdan turib tavofi ifozaga boradigan bo'lsa ham, tavofi ifozasi durust bo'ladi.
faqatgina biroz karohiyati bo'ladi, makruhlik bilan bu tavofi ifozasi durust bo'ladi endi. Demak, tavofi ifozani shu sochlarimizni olgandan keyin oddiy kiyimlarimizni kiyib, ya'ni borib bajarganimiz afzal ekan. U kunlarda misol uchun savol tug'ilishi mumkin, oddiy kiyimda, oddiy liboslarda borsak ham kirgizadimi u Ka'batullohga degan savol tug'ilishi mumkin. Kirgizadi u kunlarda, chunki butun dunyodan kelgan odamlar hammasi u kunda tavofi ifoza qiladi. Umra qilishlar makruh bo'lgan kunlar bo'ladi. Shuning uchun u birinchi qavat bo'ladimi, sahnlarga hammasiga oddiy liboslarda kirgizadigan kun bo'ladi. Shuning uchun xotirjam boraveramiz. Endi tavofi ifozaga borgandan keyin tavofi ifoza 7 marta Ka'batullohni aylanamiz. Undan keyin 2 rakat namoz o'qiladi maqomi Ibrohimda. Undan keyin Zamzam suvlaridan ichamiz. Keyin 7 marta sa'y qilamiz endi. Mana shunday albatta sa'y bor. Endi tavofi ifozaga oddiy libosda boradigan bo'lsak, endi u 10 yelkani ochish yo'q endi. 10 yelka ochilmaydi endi. Lekin biz hali qurbonliklar so'yilmasdan oldin tavofi ifoza qilib keladigan bo'lsak, unda ihromda borgan bo'lamizda, demak unda 7 ta aylanasida ham 10 yelkamizni ochib aylanishligimiz bu sunnatga muvofiq bo'ladi albatta. Azizlar, tavofi ifozani bajarish bu farz amal hisoblanadi. Ya'ni hajda o'z sanoqli farz amallar bor. U ham bo'lsa, misol uchun ihromga kirish va tavofi ifoza bo'lsa, undan oldin demak Arafotda turishlik. Mana shu 3 ta asosiy farzi bor. Demak, tavofi ifozani bajarish ham farz amallardan. Tavofi ifozani vaqti qachon deyiladigan bo'lsa, birinchi hayit kunidan boshlasak bo'laveradi uni, ikkinchi hayit qilsa bajarsak ham bo'ladi, uchinchi hayitni shu quyosh botgungacha bo'lgan vaqt. Shu payt oxirgi vaqti endi. Agar shu paytgacha ham tavofi ifozani bajara olmasak, hayitni 3-kunni quyoshi ham botib ketdi, demak hali bajarmaganmiz, zimmamizga qo'y so'yish lozim bo'ladi. Endi uzrli ayollar bo'ladi, uzrli ayollar yoki umuman nihoyatda og'ir bemorlar, ular demak u muddatdan keyinroq bajarsalar ham bo'ladi, ularga ruxsat berilgan endi. Demak, jonliqlar so'yildi, sochlarimizni oldik, keyin undan keyin misol uchun ihromlardan chiqib tavofi ifozalarni bajardik. Tavofi ifozani bajarib bo'lganimizdan keyin endi hamma sa'ylarni ham tugatdik. Endi bizga hamma narsa halol bo'ladi endi. Hatto yuqorida aytilgan er-xotinlik ishlari ham halol bo'ladi. Garchi oldimizda hali tosh otish kunlari bo'ladigan bo'lsa-da, demak hamma narsa bizga halol bo'ladi. Azizlar, ikkinchi hayit kuni bajaradigan amal bor, u ham bo'lsa, ya'ni uchala shaytonga ham borib tosh otish. 21 ta toshni otamiz. Bu ham vojib amallardan. Buni vaqti qayerdan boshlanadi deyilsa, ya'ni ikkinchi hayitni peshin vaqti kirgandan boshlab otishni boshlaymiz. Agar ungacha otib qo'yadigan bo'lsak, u vaqti kirmasdan turib tosh otilgan bo'ladi-da, uni boshqatdan otishga to'g'ri keladi. Yoki agar boshqatdan otmasak, zimmamizga qo'y so'yish lozim bo'lib qoladi. Demak, peshin vaqtidan bu tosh otish boshlanar ekan vaqti, buni shomgacha eng yaxshi vaqti. Shomgacha otilgani eng yaxshi. Endi mabodo bir charchoq bor yoki ham bemorlik bor yoki qandaydir bir tiqilinch sababli shomdan keyin otsa ham bo'ladi. U shomdan keyin otsa ham mana shunaqa uzrlar sababli makruh bo'lmaydi, lekin bemalol hech qanday muammoingiz yo'q, shomdan keyin uzrsiz shomdan keyinga qoldiradigan bo'lsangiz, ulamolar buni makruh bo'ladi deydilar. Shomdan keyin ham demak ruxsat bor ekan. Oxirgi vaqti qayergacha desa, kechasi ham otish mumkin, ertasi kuni subi sodiqgacha, bomdodni vaqti kirgungacha, demak shu ikkinchi kundagi toshni otishimiz mumkin. Endi hayitni 3-kuni qanday amallar bajariladi desa, unda ham xuddi ikkinchi kunda bajarilgan amallar bajariladi, bir xil. Ya'ni hayitni 3-kuni peshin vaqti kirgandan keyin 21 ta toshni otamiz. Xo'p, uni ham eng yaxshi vaqti shomgacha mabodo bir qandaydir bemorlik yoki boshqa bir tiqilinch sababli ota olmasak, u shomdan keyin otish ham mumkin. Oxirgi vaqti uni ham, ya'ni keyingi kunni subi sodig'igacha, ya'ni kechasi bilan otishimiz ham mumkin ekan, hatto bomdod vaqtigacha, keyingi kunni bomdod vaqti kirgungacha demak otish mumkin. Azizlar, mana shu tosh otish kunlari, ya'ni hayit kuni tosh otyapmiz, birinchi hayit, ikkinchi kuni otyapmiz. Mana shu birinchi hayit kechasida va ikkinchi hayit kunini kechasida Minoda qolishlik bu sunnat amal hisoblanadi. Endi kimlardir misol uchun bemorligi tobora kuchayib ketyapti
yoki qandaydir nihoyatda yoshi katta, qiynalib qolyapti, shunaqa uzr bilan u Minodan boshqa joyda tunashi mumkin. Lekin hech qanday uzri yo'q odam agar Minoda tunamaydigan bo'lsa, mana shu 2 kunda u bitta sunnat amalni tark qilgan bo'ladi va u o'z-o'zidan makruh bo'ladi bu ish. Endi tosh otish haqida gapirar ekanmiz. Tosh otishni kayfiyatini yuqorida aytdik. Shunaqa borganda shunday to'g'ri katta yo'lda piyoda boriladi, bir 3 kilometr va undan ziyodroq yo'l borilganda o'ng qo'lga burilish keladi o'zi. Katta yo'l, hamma piyoda ketyapti. Shu o'ng qo'lga burilish keladi-da, 3 ta joy keladi. Go'yoki katta yo'lning o'rtasida bir hovuzga o'xshagan joy keladi-da endi. Uni birinchi kuni demak, birinchisiga ham otmaymiz, ikkinchisiga ham otmaymiz, uchinchisiga otadigan bo'ldik. Otishda ham demak, birinchi kuni 7 ta otar ekanmiz, ikkinchi kunlari 21 ta, uchinchi kuni 21 ta otar ekanmizmi? Otishda bittalab otiladi. Ba'zilar kitobda 7 ta yoki 21 ta deb o'qib olib, birdaniga 7 tani bitta shaytonga otib yuborish holatlari bor, yoki 21 tani bitta joyga tashlab yuborish holatlari bor. Bu jinoyat hisoblanadi. 7 ta toshni bitta joyga tashlab yuborsangiz, o'z-o'zidan bitta tosh otgan hisoblanasiz. Qolganlari go'yoki otilmagan hisoblanadi. Endi tosh qanday otiladi desa, toshni haqiqiy o'zimiz odatdagi otishda otaveramiz. O'zi kitoblarda bosh barmoqni ustiga toshni qo'yib, bunday qilib otiladi deyilgan. Lekin hozirgi kunda nihoyatda tiqilinch holatlar bo'ladi. Shunday ekan, uni oddiy o'zimiz odatda toshni qanday otadigan bo'lsak, ana shunday toshni otaveramiz. Tosh otilayotganda bismillahi Allohu akbar deb otiladi har bir toshni otganimizda. Endi mana shu o'rinda yana bir masala bor. Ikkita toshni o'rtasida duolar ijobat degan qoida bor. Nima degani u desa, demak biz birinchi kuni bitta tosh otar ekanmiz, uchinchi shaytonga borib, birinchisiga otmaymiz, ikkinchisiga otmaymiz, uchinchisiga borib 7 ta tosh otamizda o'tib ketaveramiz endi. Ikkinchi kuni borganimizda birinchi shaytonga 7 ta tosh otamiz. Undan keyin bitta duo qilamiz. Chekkaroqqa chiqib, qibla tomonga qarab, demak o'zimizning haqqimizga boshqa duo ijobat bo'ladigan holatda endi eng zarur duolarimizni qilamiz. Keyin ikkinchi shaytonga o'tib, yana 7 ta tosh otamiz. Undan keyin ham yana tosh otish borligi uchun undan keyin ham bitta duo qilamiz endi. Demak, biz hayitni ikkinchi kuni va uchinchi kuni tosh otayotganimizda bitta birinchi 7 ta tosh otganimizdan keyin ikkinchisiga o'tishdan oldin duo qilamiz va ikkinchisiga otib bo'lganimizdan keyin uchinchisiga o'tishdan oldin albatta bir chekkaroq joyga o'tib, qiblaga yuzlanib duo qilishimiz kerak bo'ladi. Azizlar, toshlarni o'ng qo'l bilan otiladi deydi kitoblarimizda. Endi ba'zi odamlar savol berishi mumkin, men o'ng qo'lda tosh ota olmayman, men chapaqayman deyishi mumkin. U chapaqaylarni ham ulamolar o'ng qo'l bilan otsin deydi. Nima uchun desa, chunki u joyda bir aniq bir nuqtaga otiladigan bir nozik holat bo'lmaydi u joyda. U katta bir hovuz, siz uni bir oddiyroq otsangiz ham ichiga tushsa bo'ldi u narsa. Demak, o'ng qo'lda albatta otamiz. Endi kimnidir o'ng qo'lda jarohat bo'lishi mumkin, o'ng qo'l bilan toshni ko'tara olmaslik holatlari bo'lishi mumkin, qandaydir jarohat bor, unda endi iloj yo'q, u chap qo'lda otaveradi. Shu otgan toshimiz albatta shu chuquriga tushishi kerak. Masalan, uni sekin ham otmaslik kerak. Haqiqiy u toshni shunday qilib otishimiz kerak-da. U bunday qilib tashab qo'ysa ham bo'lmaydi, yoki juda ham qattiq otsa ham bo'lmaydi. Nima uchun desa, juda ham qattiq otsangiz, u ana o'rtada bir ustuni bor, shunaqa hovuzning o'rtada bir ustun bor. Shu ustunga qattiq tegib, u tashqariga otilib ketishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun mo'tadil holatda, ya'ni toshingiz ichkariga tushadigan holatda otasiz. U joy nihoyatda keng inshaalloh, u joydan qo'rqmaslik kerak. U otsangiz albatta ichkariga tushadi, lekin juda ham haddan ortiq qattiq otilsa, u yoqqa tegib tashqariga tushib ketib qolishi mumkin. Endi juda ham oddiy, yengil otsa ham u joyga yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun bu mo'tadil bir holatni olinadi endi. Azizlar, demak birinchi kuni 7 ta tosh otar ekanmiz, ikkinchi kuni 21 ta, uchinchi kuni ham 21 ta. Mana shu toshlarni albatta adatiga e'tibor qilishimiz kerak. Agar ozroq otadigan bo'lsak, u o'z-o'zidan jarimasi kattalashib ketib qoladi. Misol uchun faraz qiling, birinchi kuni 7 ta otishingiz kerak. Biz shuni 50% dan ko'pini otsak, demak haqiqiy otgan bo'lamiz. Faqat u oziga nuqsonini sadaqa bilan to'ldiriladi deydi. Misol uchun mana birinchi kuni 7 ta otishimiz kerak, biz 4 ta otdik. 50% dan ko'pini otdik, aksarini otdik endi. Endi bilmasdan ketaverdik endi. Endi uni 3 ta qolib ketdi. Har bittasiga sadaqa berish lozim bo'ladi deydi. Har bittasiga. Endi ikkinchi kunlarda ham shunday. Ikkinchi kuni 21 ta otishimiz kerakmi? Uni 50% dan ko'pi qancha?
11 ta, 12 tami? Demak, 11, 12 ta otadigan bo'lsak, biz aksarini otdik endi. Agar qolgan har bir qoldig'iga demak bittadan sadaqa beramiz. Xo'p, endi kamini to'ldirish yo'li shunday endi. Endi mabodo ko'pi qolib ketib qolsa-chi, boring birinchi kuni 7 ta otishimiz kerak edi, 3 ta otdikda ketib yordik endi. Yoki bilmasdan hammasini bitta joyga bitta otib yordik, 7 ta toshni u bittaga o'tadi dedik. Demak, bitta otilgan bo'lyaptimi? 50% gacha ham bormayaptimi? U zimmamizga qo'y so'yishlik lozim bo'lib qoladi. Demak, mana shu narsalarga ham alohida e'tibor qilishimiz kerak. Endi mana shunday nuqson bilan otib qo'yildi, yo aksarini otdik, ozi qolib ketib qoldi, yoki ozini otdik, ko'pi qolib ketdi. Buni qanday to'g'rilasa bo'ladi desa, shu joyni o'zida qayta to'g'rilash mumkin. Shu joyni o'zida kamchiligingizni bilib, uni boshqatdan shu qayerda misol uchun 4 ta otdingiz, 3 ta qolib ketib qoladigan bo'lsa, 3 tani qaytadan otib qo'ysangiz, yoki misol uchun 3 ta otdingizda ko'p qolib ketib qolgan, zimmangizga qo'y tushgan o'zi. Lekin uni qaytadan shu 4 tani otib qo'yadigan bo'lsangiz, zimmangizga tushgan anu jarima, sadaqa va qo'ylar o'z-o'zidan soqit bo'ladi. Boring uni Minoga borganingizdan keyin bildingiz xatoyingizni. Qaytib tezlik bilan kelib, shu kunni o'zida agar otadigan bo'lsangiz, u zimmadagi jarimalar soqit bo'laveradi. Lekin mana bugun hayitni birinchi kun turib, misol uchun 7 ta tosh otishimiz kerak. Bu qandaydir nuqson, kamchilikka yo'l qo'ydik. Boring 7 tasini birdaniga bitta joyga otib yordik, yoki uchinchisiga otishimiz kerak edi birinchi kun, birinchisiga borib 7 ta otdik yoki ikkinchisiga borib 7 ta otib keldik. Bular xato endi. Zimmamizga qo'y lozim bo'ldi. Endi Minoga borganimizdan keyin birov bizga aytdi, xato qilding dedi. Tezlik bilan buni to'g'rilashimiz kerak. To'g'rilash vaqti qachongacha deyiladigan bo'lsa, hammasi shu kechgacha ham, shomgacha ham, o kechasigacha ham, ya'ni keyingi kunni bomdotigacha otib olsak, demak zimmamizdan u jarimalar soqit bo'ladi. Agar yo'q, ertaga ham tosh otishga boraman-ku deb ertasi kuni borib ana oldingi kundagi kamchiliklarni otadigan bo'lsangiz, u zimmangizga jarima tushib bo'ladi. U qayta otishi bilan ham u zimmadan jarima soqit bo'lmaydi. Demak, azizlar, buni sanog'i, tosh otishini sanog'i nihoyatda muhim ekan. 7 ta va 21 talikka alohida amal qilamiz. Ba'zilar, toshim ortib qolyapti, shu 7 ta emas, 10 ta qilib qo'ysam bo'lmaydi, ko'proq otsam bo'lmaydimi degan savollar bo'ladi. Yo'q, aslo mumkin emas. Bu 7 ta dedimi, 7 ta otish kerak, undan bitta ham ko'paytirmaslik kerak. Endi ba'zan bo'ladi, 6 ta otdimmikin, 7 ta otdimmikin degan ikkilanish bo'lishi mumkin. Masalan uchun, ana shunaqa ikkilanish bo'lganda ko'nglingizni xotirjam qilish uchun, demak 6 mi, 7 mi deb ikkilanyapsiz, shunda yana bitta otib qo'yasiz. Hali 6 ta bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, bu 7-inchisi deb shu o'rinda otish mumkin ikkilangan holat. Lekin aniq 7 ta otdingizmi, bo'ldi. Undan keyin uni otish u shariatning qonun qoidasini buzish hisoblanadi. Mabodo lekin ko'p otib qo'ysa ham u makruh bo'ladi, lekin hech qanday zimmasiga jarima, qo'y so'yishlar lozim bo'lmaydi, lekin baribir shariatning qonun qoidasini buzgan hisoblanadi. Endi ortib qolgan tosh nima qilinadi degan savol bo'lishi mumkin. Ortib qolgan toshni uni alohida bir chekkaga, pokiza joyga tashlab qo'yiladi. Uni ba'zilar ko'mish kerak degan gapni qayerdandir topib olgan, unday narsa kitoblarimizda yo'q. U ko'milmaydi u. Bu oddiy tosh, uni bir joyga tashlab qo'yiladi. Sizdan keyin kimdir undan foydalanishi mumkin bo'ladi. Azizlar, ko'pincha savol bo'ladiki, labbayk Allohummani hajga ehrom bog'laganimizdan keyin boshlaymiz. Buni savobi nihoyatda ko'p. Demak, buni qachongacha labbayk Allohumma aytiladi hajda deyilsa, buni birinchi shaytonga tosh otgungacha, mana hayit kuni 7 ta tosh otar ekanmizmi? Shu birinchi toshni otgungacha labbayk Allohummani aytamiz. Undan keyin demak labbayk Allohummalar to'xtatiladi, boshqa zikrlar bilan mashg'ul bo'lamiz. Lekin mana shu paytgacha labbayk Allohumma aytish kerak ekanmi? Albatta buni tez-tez aytib turish kerak. Ulamolar aytadiki, labbayk Allohumma shunaqa narsaki deydi. Xuddi namozda siz rukuga borsiz, Allohu akbar deysiz, sajdaga borganda Allohu akbar, namozda bir holatdan ikkinchi holatga o'tsangiz, Allohu akbar deysizmi namozda? Labbayk Allohumma ham xuddi shunday deydi. Hoji odam bir holatdan ikkinchi holatga o'tyaptimi, albatta labbayk Allohummani ko'paytirish kerak deydi. Bu borada juda ko'p hadislarda, ya'ni fazilatlari keltirilgan. Demak, albatta hoji odamning eng yaxshi afzal zikri labbayk Allohumma ekanmi? Shu narsani vaqti tugagungacha albatta ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Azizlar, mana shaytonga tosh otish haqida gap ketyapti. Bu shaytonga tosh otishni har bir kishi o'zi bajarishligi vojib amal bu. Qodir bo'la turib, shaytonga tosh otishga, borishga qodir bo'la turib, agar otmasak zimmamizga qo'y so'yish lozim bo'lib qoladi. Lekin kitoblarimizda
ojizlik sababli, ya'ni uzr sababli ba'zi bir kishilarni istisno qilgan, ular tosh otishga bormaydi, ular bir vakiliga toshni berib, men nomdan borib otgin deb, ya'ni tayinlaydi. Ular kim deyilsa, mana kitoblarimizda buni keltirilgan. Va tajuzul inabatu fir ramyi liman ajaza anir ramyi bi nafsihi li maradin aw habsin aw kibari sinnin aw hamlil mar'ati. Xo'p, bu Al-Fiqhul Islomiy va Adillatuhu degan kitobda keltirilyapti. O'zimizda Hanafiy mazhab bo'yicha yozilgan kitob. Aytayaptilarki, tosh otishda o'rinbosar qilish mumkin, ya'ni birovni vakil qilish mumkin. Qachon? Kim uchun desa, liman ajaza anir ramyi bi nafsihi. O'zi otishdan ojiz bo'lgan kimsa. O'zi ota olmaydi. Nima sababli ota olmaydi desa, limarazin, kasallik sababli ota olmaydi. Ya'ni borib otadigan bo'lsa, u kasalligi ziyodalashib ketadi, og'irlashib ketib qoladi. 3 kunda tuzaladigan narsa bir haftaga, bir oyga cho'zilib ketib qolishi mumkin. Mana shunday bemorlik kuchayishga sabab bo'ladigan bo'lsa, demak, shu odam boshqasiga berishga ruxsat bor. Aw habsin yoki qamalib qolish. Qamalib qolgan, demak, u iloji yo'q, toshini boshqasiga berish mumkin deyaptilar. Aw kibari sinnin yoki yosh kattalik, ya'ni qarilik sababli. U yuqorida aytdik, 3 kilometr, 4 kilometrga boriladi, qaytib kelinadi dedik. Mana shunga yaramaydi endi odam. Aw hamlil mar'ati yoki ayol homilador bo'ladigan bo'lsa, shu ayolga ruxsat bor. Demak, bu ayol homilador ayol borib tosh otadigan bo'lsa, o'ziga yoki homilasiga jiddiy zarar yetadi. Mana shunday holatda demak, homilador ayolga ham ruxsat bor. Lekin boshqa unaqa yosh ayollarga unaqalar hammalari o'zlari borib otishlari kerak. Chunki azizlar, biz maqsadimiz shu hajdan maqsad ham o'zi shu shaytonni bir tosh otish degan niyatda kelganmiz. Albatta kuchimiz yetadigan bo'lsa, shu toshni o'zimiz otishimiz kerak. Lekin manaqa bu kitoblarimizda keltirgandek uzr va ojizlik bizda bo'ladigan bo'lsa, demak shariatimiz bizga ruxsat beradi. Bular boshqasiga beradilar. Unda hech qanday bularga jonliq so'yish, unday jarima lozim bo'lmaydi. Endi mana shunday birovni toshini otish mumkin ekan. Bu odam qanday otadi desa, o'zi kitoblarimizda hammasida keltiriladi. Birinchi o'zinikini 7 ta toshini otadi va ikkinchisiga borib o'zini 7 tasini otadi, uchinchisiga borib 7 tasini otib, keyin u kimni toshini olgan bo'lsa, shunikini otadi degan masalalar bor. Lekin hozirgi kunda bu narsani aslo imkoniyati yo'q. Siz bir katta yo'lda borasiz, o'zingizni otib, keyin ikkinchisiga ham o'zingizni otib orqaga yuraman desangiz, aslo bir qadam ham orqaga yurishga ruxsat yo'q. U joyda askarlar turadi, u joyni tartibga solib turadigan xodimlar bo'ladi. Demak, ular sizni bir qadam ham orqaga yurishga qo'ymaydi. Endi siz o'zingiznikini 3 ta joyga otib, aylanib kelib, u odamnikini otaman desangiz, unda juda ham katta haraj, mashaqqat bo'lib ketib qoladi. Bu masalani fatvo markazlari, hozirgi ulamolar o'rganib ko'rib shunday fatvo beryaptilarki, bu birovni o'rnidan tosh otadigan odam birinchi o'zini toshini otadi, 7 ta toshini otib bo'lgandan keyin u odamni toshini otadi endi. Ya'ni bismillah, Allohu akbar deb turib otaveradi, uni falonchi nomidan toshini otishni niyat qildim deydi, otaveradi. Demak, o'ziniki va boshqasini otib bo'lgandan keyin endi duo qiladi. Keyin yana ikkinchi shaytonga tosh otadigan joyga o'tib, o'zinikini otadi va u sheriginikini otadi. Mana shunday qilib, ya'ni o'ziniki va boshqa odamnikini otib, tosh otishni nihoyasiga yetkazadi. Mana shu tosh otish jarayonida tahoratli bo'lish kerakmi degan savol ham so'raladi. Tahorat bo'lsa, nur ustiga nur bo'ladi. Chunki bir haj amallaridan bittasini bajaryapmiz. Endi mabodo tahorat sinib qoladigan bo'lsa ham, tahoratsiz otilgan bo'lsa ham hech qanday jarima yoki bir jinoyatga sabab bo'lmaydi. Chunki ular, u joylar masjiddan tashqari, masjid emas. Masjiddan tashqaridagi amallarda tahorat bo'lishligi unaqa lozimiy, vojibiy emas. Bo'lsa nur ustiga nur, bo'lmasa odam gunohkor bo'lmaydi. Hatto hayz ko'rayotgan ayollar, uzrli ayollar ham demak u joylarga borib toshlarni otishlari mumkin, hech qanday ularning amallariga nuqson yetmaydi. Demak azizlar, 3-hayit kundagi toshlarni otib bo'lganimizdan keyin demak biz mehmonxonalarga qaytamiz. Shun bilan demak hajdagi amallarni asosiy hammasi tugagan bo'ladi. Faqatgina bitta amal qolgan bo'ladi. U ham bo'lsa xayrlashuv tavofi vido deb qo'yadi. Uni demak yurtimizga, o'zimizning vatanga qaytishdan 1 kun, yarim kun oldinroq bajaramiz. U vojib amal. Shu bilan demak bizning amallarimiz hammasi nihoyasiga yetadi. Azizlar, bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan masalalarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.